silence des siens. Cet enfant reste là face au destin. Spectateur d'un monde où règne le silence. Sa peine sera de perdre son innocence. Esclave d'une vie qu'il n'a pu choisir. Enchaîné par la peur et de mourir. Mais comment pouvez-vous fermer les yeux, croire que tout ira mieux si personne ne fait. Aldı bilen sitişme sultalaydı. Şirket kiyeceşkeyle en yaxşı namzat. Boğutunu bilen tasdiqlıyorsuzlar. Bunçalam Japan tadı gezmeyim ha. Kaltız. Bak kalsız. Ha boldu kan bunda da mani. Necat verip koyun. Ali aka, bak baxtlikka, adam sizga bak yaxshi muomala qildi ekan. Konservatishim, sen kelsan-ku. Qaysa? Xizmatdan qaytib xotdan o'yna kirib o'g'aval deymizmi? Atsizlar qadrlar bilan asroq taqdiq munosabat bilan. Mat, mo'yin bir arbab bilan ko'rishmaydi. Sen ketolman bir dafa qaytma. Bir kam deyaylik arbab bor-ku, san qiziq qapti. Acab tuyuqsuzluğu. Yaxshimsiz siz iliqi O'ltiring. men qo'pir kam tanishtirgan bola shu ismim Ali. Sizni ayrilma oldiraydi degan birayib paramtans. Kim shunda deydi? Iliqchi savolchi meni. Men uni yo'l sevitishlar shunda degan. Mo'yin odam bo'lgan bo'lsa, raketaga bilet olgan bo'lsa-mu bekor qilib yotgan bo'ldi. Mo'yin bo'lmasa, aeroplanga oldiraydigan ishim bo'lmasa-mu, vaqtimni isrof qilgim yo'q. Dana, unda bo'lsa, siz qanchalik muhim? Bu savolga albatta javob bera olmaysiz. Gap, men siz uchun qanchalik muhim? Dana Ali efendim. Ben sizga nima ish qilib bersam bo'ladi? Sizga nima lozim? Men texsini mendan planini ko'rib qiziqqan bo'lsam, bir fursat beramki deb degan lekin bu bek tuyuqsiz bo'lib qoldi. Haqiqatan tuyuqsiz degan fursatning sufiti. Ammo sizning tayyorligingiz tutdimi? Balkim tutib qolgandim, men bilmadim. Unda bo'lsa tayyorligingiz tutkini bir ko'rib boqaylik. Qanday? Siz xizmatingizga rozimi? Bo'ldi, ish qilib ishlagan necha yil oldi. Asli bu qitim Janub bozori mas'ulligiga o'smoqchidim. Qo'ldan ketib qoldi. Bugungi gapimiz bu şeyga bo'lsin. Soat nima bo'lib ketdi? Men tek boshlamadim-ku. Kechiring. Vaqtimni isrof qilyapsiz. Xapama. Men ishni tushunmay gangrab qoldim. Siz bekalaydi ekansiz, men bir fursat bergan bo'lsangiz. Fursat bering deb o'tindingiz shundami? Endi to'g'ri pozitsiyani topdingiz. Gapning meg'izida. Men xizmatdan faqat rozi emas. Mening boshlig'im asli bir nodon, sharafsiz go'y. Xizmatdan bu nechilik natijamiz mening qo'limdan chiqqan. Lekin u faqat maoshimni o'stirib berdi. Texminan tuzgan planni oshtisini inisiga beryapti. Men talentimni faqat joriy qildiraman. Unda bo'lsa, endi nima ish qilishladingiz? Uyni baxsam texan, uni ustiga hozir xizmat almashtirish uncha oson emas. Men shu fursat kutib turgan. Siz kutib turgan fursat dal mana shu. Endi qanday qilmoqchi? Men texsinan nima tijorat qilganingizni bilmayman. Agar meni planimni ko'rib qiziqqan bo'lsangiz, cho'qim bizning sog'lomlik sohasini tushunasiz. Agar men sizlarning shirkatda sitish mas'ul bo'lib qolsam, butun Janubning bozorini qo'lga olaman. Emsa Shimolning bozorini kim qo'lga oldi? Janubning bozori ham muhim emasmi? Shimolnikiga Janubdagini ko'chirib ishlasak bo'ldi. Unda bo'lsa ikki yil bozorni siz tuting. Nima? Butun shirkatning sitishini men qilamda, sizga bek rahmatchiman. Umidingizni cho'qim yod qo'ymayman. Oldirmang. Sizlarning bu kasbda setish bo'limi butun shirkatning jon tomurg'i deyman. Agar boshqa bo'limlar setish bo'limiga moslashmasa, butun shirkatning natijasiga ta'sir ko'rsatadi. Manda qilaylik. Butun bo'limlarni siz tuting. Nima? Butun shirkatni men boshqaramda? Qila olsangiz, jim o'ltiring Ali efendim. Qilolmasangiz, hozirlik kassangiz bo'ladi. Hayajonlanmay gap qiling. Bek tuyuqsiz qoldi-ku, bir ayet kamera yo'qdi, ha? Bu chiqchaqildan program emas-ku. Men sizga dedim-ku, tuyuqsiz bo'lmasa, buni fursat degan olmaydi. Hayot gohida televiziya teatridan rangdor bo'ladi.
hayajonlanmay o'tirib gap qiling. Tamkin bo'ling. Ha, bo'ldi. Meniki men qila olmayman. Asli shirkatning nurg'un qiymatini men yeyman. Shu arqa qilgayjamini bilaman. Bo'ladi. Hamsi mushtar deyishdik. Ha, mushtar deyishdikmi? Men nima ish qilsam bo'ldi? Aras qachondan boshlab ish qilishman? Sizning shirkatingizning ismi nima? Sizning ismingizni bilmayman. İskender efendim. Meni mushunda chaqirsangiz bo'ldi. Ma'qul İskender efendim. Hamsa shirkatingizning salondan sohasini qilib uzoq bo'lgan o'xshamanda. Azaldan qilib boqmagan. Nima? Qilib boqmagan? Bu men tushunamadim-ku. Endi boshlamoqchi. Noldan boshlamoqchi. Ya'ni sizdan boshlamoqchi. Dana Ali efendim. Mushunda bir yangi shirkat qurishga qanchalik mablag' ketadi? Hisoblab qo'ying. Oldi bilan yangi ishxona lazım. Yangi mal ishlab chiqaramiz. E'lon beramiz. Taxminan 6 million mablag' ekan. Unda bo'lsa 50 million bo'lsin. 50 million? Bunchalar jiqomsin bo'ldi-ku. Shunda bo'lsin. Siz hozir tafsiliy plandan birini yozing. Men pulni har vaqt urib beraman. Siz bu shirkatda CEO bo'lasiz. Men sizga bir oy vaqt beray. Anda makinani o'zi uy qaytgandan keyin o'tib qolib o'ting. Takrab-rapga. Asan hayajonlanma. Tamkin bo'ling. O'zingiz yaxshi ko'rgan narsani ish qilmaysiz. Men sizni keyin izlayman. Efendim, şurada çalıştım, şunda karar buldukma. Demek ki oğlum, benim için 50 milyon mablag' yangi shirkat qurmoqchiman. Boya gapim meni qo'midimi? Endi xuddi, lekin nima ish qilman tolgan. Chunki siz shunaqa arziysiz, Ali. Siz o'zingizdagi uchra talabni o'zingizmi tasavvur qilib qolmadingiz? Men sizning planingizni ko'rib chiqdim. 3-betdagi bozor analizida siz o'tgan yil hisob-kitobni ishlatibsiz. Lekin bu yil qilsa, uningdan 4-2% yuqori chiqdi. Qolgan joylar nihoyatda mukammal. Men sizga ishonaman. Lekin siz mush hayotingizdagi o'zgarishni cho'qim chin tutib olishingiz kerak. Aras, unutib qoldim. Mening shirkatlarimdagi CEOlar $150 ming maosh oladi. Siz yaxshiroq mashinadan birini tanlab olavering. Shunda bo'lganda kerakqitim oydirimga siz meni chiqib qo'ya olasizda. Efendim, siz ipayı ayırdan pamayma diyorsunuz mu? Bu muhim emas. Muhimi siz Ali. Tünügün plan neymişin icad qılayamdınız? Ertegen işi kechikib geldiniz. Siz zat neymiş qılmaqçı? Ben diyem parayı ruhsat so'rab. Bari qılmaq bo'ldi. Tünügün planingizni yaxshi bo'pti deb maqtab qo'ysam, bugun uchib ketdingizmi? Ben ishni qilmadim ku. Hey, şirket sizga yaxshilik qilmadimi? Men sana yaxshilik qilmadimmi? Menga biror fikring bor o'xshamdi. Gap qilmaysan ku. Menga biror fikring bor ekan, ha? Yosh bola uyda biror ish bo'lgan o'xshamdi. Men uydagi kayfiyatni shirkatga akamaymiz, javob. Men planni hozirlab nijotga chiqib qo'ygan. O seni bir kun yangi saqlab o'tdi. Sizlar xizmatni tezroq boshlanglar. Nima ish qilib boshliq bo'ldi ekan, nima ishqa? Nima? Nima dedim? Nima ish qilajak? Bu degan shirkat mudiriyatining qarori. Bunun bu o'rinda turgan nima salohiyati bor? Nisan nima demoqchi? Nijotning salohiyati bo'lmasa, uni ishini san qilamda. Ha, endi bildim. Sen aslida bu o'ringa tomoq berib o'tgansan-da, ha? Ay sen nima bunda o'ylab qolding? Men o'ltirsam nima bo'pti? Necha vaqt ya shirkatning qaysi bir ishi meni qo'limdan chiqmagan. Men mush fursat tushgan necha vaqt bo'ldi ya. Gudek qilyapsan-da, ha? Unutib qolma Jumo. Ayni vaqtda sen bu shirkatga qanday kirib qolgan? Sen yangi o'qish bitirib, xizmat izlayotgan vaqtingda qilim plandan birini ko'tarib kirib, men shirkatda bir umr otishakdek ishlayman deb menga yolvog'anding. Men sening samimiyatingdan ta'sirlanib, seni bu shirkatga olib qolgan. Bir necha yil yangi sening maoshingni o'stirib berdim. Sen xil yaxshilik qilding-ku. Amdilikda bo'lganda menga mushtarga qilib o'tamsan? Nima bilaman bu shirkatning ijodini uzun turgan. Nimishqa nijotni ishlatasiz deb so'ramoqchi-ku. Ma'qul, men senga deb beray. Janubning bozori degan eng muhim bozor. Har xil odamlar bilan muomala qilishga to'g'ri keldi.
Necatning jamiyatdagi tajribasi sendan jiq. Kishilar bilan bo'lgan munosabat qilishga sendan usta. Qandaq odamga qandaq muomala qilishni sendan obdan bilding. Ba'zida xaridorlar o'tirib aroq ichib turadigan gap, ba'zi KTVlar berib ancha-muncha naqsh to'g'liga tushadigan gap, yana ba'zida sangnalarga berib xaridorlar bilan ancha-muncha rangli so'rinlarda aralashilgan ish. Buni qaysini sen qila olaysan? 2-4 tal PPT'ga tayinib, boy bo'g'il bo'ldigan ish olsa, oliy maktab o'qituvchilari millionlar olib ketmamdi. Yaqılamadın-ku? Minencep'den hemimiz bana. Esunun bir çıraylık ağıtsı bana Esma. Nime? Nime? Sen nime qilmoqchi? Uni ojiz qilib bo'pti. Uni ojizi sen bilan munosabatsiz. Men shaxsiy turmushimni sana doklad qilibdim. Bo'pti, men sana deb beray. Buda Janub bozorini echishga necha million mablag' ketdi. Bunda ko'p so'mliq ishni men albatta ishonchli birisini qo'lga topshiraman-da. O yilg'o yaqinimning enisiga o'zining bo'lsin nima bo'pti? Sheritimni jamoat shirkat qilib qurvasanmi? Qonun xilof emas-da. Sen oldingdagi maoshingni yaxshi ilib, xizmatingni yaxshi qilsang bo'ldi. Bundan keyin bunda qalaymiqan xayollarni oz. Unda işinimden. Sen min yaratmışsan min yaratdan başqalarım chiqib qolar. Aslida bilan istifoga kelgan boshqa xijil olgandim. Ham tortishqidek yerim qolmadi. Hozir yo'qol. Sen ashlarning inisiga necha millionlab pul tuzalsang, menga necha millionlab mablag' soldinglar chiqib qolar. Qarab ha? Voy, shundami? Omad tilayman juma. Qani kimmi sendek ishini yeb, tuzun chiqadigan tuzkorga mablag' soldi ekan? Tuzkor degan sen Qodirmovan. Yo'qol. Şu azı kaybetsem çıkalım atılış bakalım. Ha, şuna. Oldu iş kısıklan istifa. Neymiş oldu? Neymiş oldu lan? Neymiş oldu ya ne kadar? Neymiş oldu? Kısıklan, beni gelip söylendi başında ofkan. Her an, bir gün cozun üstüne seyretle koyasız. Ben ağıl gidek. Beni hazır bir yer, 1 minut mu oluyor? Mağbul. Alika sütü yutslam normalde olasız. Men o gönlüm Rasıl'daki yerimcimi. Lekin men sizga qayıcı. Siz birden bir başlıqım şundaq qila oladigan adam. Siz men o gönlümdeki qahramonjimi? Sizga siz mening ishligim kelmayotdi. Keyinchalik ishdan yaxshi bir tadbir bas meni unutqaman. Maqul, bo'ldi. Men sizlar pat yaqinda aloqasiman. Qarab turaman, ha? Masha. To'g'ri, cho'g'roq ish ham lozimdi. Cho'g'roq yo'qmi? Bir qavatdan necha kvadrat chiqdi? 800 kvadrat. Bu qog'dek. Sizning diningiz hisobmi yoki? Ha, ismingiz? Xizmatchingi. Okey, bo'ldi. Mening ismim Ali. Qolgan gapni shay bag'an deyishlamsan. Ma'qul, xo'sh. Ma una volta in più che cosa può cambiare nella vita mia? Accettare questo strano appuntamento è stata una pazzia. Sono triste tra la gente che mi sta passando accanto, ma la nostalgia di rivedere te forte più del pianto. Questo sole accende sul mio volto un segno di speranza. Sto aspettando quando a un tratto ti vedrò spuntare in lontananza. Amore, fai presto, io non resisto. Adaş, bamsa. Bağu, özüngchi, qandara? Iliq odam bilan ko'rishdingmi? Ha, ko'rishdim. Xilobdan paranlaşdik. Shunda tezla
Hamkorlik fursatiga erishdim emasmi? Sana bek rahmat Jumadan, tog'dek bir yaxshi yordam qilding. Voy, rasma. Dedim-ku, sana ishonimanda. Keyin pul topsam meni unutib qolmasan, Juma. Ne dikapni qilgan Sadash. Aras, bir kun g'opirkam chaqirsam, shikala bir yaxshi qilib tasdiqan seb rahmatimni aytasan adash. Oyo, buldadash. Öz adam tursa, g'opirkammo atga oilasigalarni elib chet elga o'ynag'il ketdi dedigina. Men hozir Ayturimga chiqib qo'yishim. Az degan 10-15 kun keyin kelamdiki. Qaytib kelganda bir gap bo'lsinmi? Ha. Baydarning turmushi o'xshamaydi-ku, xalqan joq chet elga chiqib o'yna. Sana az qoldi. Yaxshi kunlar oldimizda degan. Adash, men bir yordam qilsam bo'pti. Yemişdi. Xizmatdan istifa olgandim. Boshliqimdan qattiq takallashib qoldim deyna. Lekin Iskandar apandim ikkimizning ishi bir oy degan ondan boshlandi. Bu men tayyorlik qil degandi. Shunga men bir shikoyatgacha hech qanday kirim yo'q. Uyda bir munch ish deyna shu topda. Shunga biroz pul berib tura olasanmi? Yangi shirkat boshlab birinchi oylik maoshimni qaytarib yetdim. Ha, mandada. Buldu. Qancha pul? 20 olsun. Ha, ma'qul. Men degan azroq naqd pul chiqargan. Mashina 20 ming bor. Sen nerede? Hazırlab bir beray. Ha, rahmat Jumadash. Men senda bergan qahvaqimda. Ha, yana shu yer berib oldingmi? Endi adan shamtim şeyden başlagandan keyin. Buldadashman. Ali? Sizdek uyduma? İşte bağımsız bu bulan keçi kalsız bu bulan. Bulan keçi kalsız. Bizga ishga borsam bo'ldi. Bugün dam aldınızmı? Vay, yandan bilan chaykan. Xotim, men kirib polo aytib beram. Vay nerede mi ettigen pulu yeydiğen şipatsınız iş banmadı. Aytgandiki aytmamsiz issig'im ishib qolsa o'zimga aydim, non bilan chay ichib seyirikdim. Makul hocam makul etmendiğen etip berek. Men shu sinab qo'yacağım. Ali? Uy bu kimonuzda axlat taşıp etipsiz o? Hemen taşıyatdım, keygim gelmedi. Ben metodaki konulara tuttum. Şundan olsun taşıp etemsiz nevrinoz kiyves buluduğun iş bu. İyi o kimken? Sizgilep koyun, hizmetten taşıyattım. Nima? İşten boştu ettim ha? Kızık gap oldu da bu. Meni işten boşlatmadım, ben başlığımın işten boşlattım. İstifa verdim. Tuvanim deganimiz bu blokdan xizmat qilib ishlamasang sen de qanday qilasiz? Vallahi sizni qarınız olmasın. Nimaga karim bo'lmaydi o'ylab yurma. Qancha ish kirdingiz, bolamiz yaslayib tursa, uning ustiga uyning qarzi bor. O'sha yosh kirgan chog'im kichik bolada ish qilamsiz? Kimni kichik bolda atsınız? Xotin kishini meni buldan. Sizdan ben aşağı eski şirketi bir ömür kulabi deb ketsem meylim ha. Meni arzuyum bo'lsin unda. Ben muvaffaqiyat qazansam bundan. Vay. Ablacıkam. Ay kapı olmazma. Zaten. Nerede bunda aslan iş bor o'ylab berdim ha? Adam bir muqim xizmati bor degan chog'da mushunam qaramlik qilgan bormi endi? Siz muvaffaqiyat qozonish ashunchalar osonmi? Endi qanday qilamiz o'ylab bering ha? Bak bakşımayızını. Nahit gez puluna şuna. Hiç bulmuşa gidiyorlarında. Ali bu nereden kelgan chaq pullar? Çık bol. Siz görmeyen pullar cıhtır.
Aldırmay kerak bo'lsiz. Hadi bira yamaşık batmaydigan size. Sizning nazaringizda shunchalar yarmasmi? Cho'qim qalaymigan ish qilsam to'xtab qolmamdan. Nerede varsınız kolunu efendi? Ha bo'ldi, poloni aytmay qo'ying. Kechdimi tamoq atma, munda qildi. Siz kech chiroyli yasinib chiqqan. Ikkimiz ichga chiqib qo'yga yegash, kino ko'rib keldi. Beşte balını inip çoğuyuk verip tamak yediğin değişken tuttuğun kalmasına. Oldiq kuni bordik qo'ydi. Bo'ldi, siz o'zingiz beravering, men ishimni qilavering. İşlemişsiniz başta aldıra şürem size bizden. Cinem başqa ishlarni ansirmang. Qaras. Cho'ng uyga borsangiz, uydagilarga bir qo'ydan gushni berang. Bu Kuyovlig'ini yetkazib qo'yaman bo'y. Bo'ldi, Cinem başqa ishlarni ansirmang. Bizning yaxshi kunimiz amniga o'tdi. Sizcha uyda turib, yaxshi aramasinglar bo'ldi. Men mangda, maqamsan. Ali. Plan qarmoqqa hal mavjud Tofkam. Lekin o'zingiz bilasiz, Qodir bilan turishga uzun yillar bo'ldi. Munosibimiz hay yaxshi-ku. Siz hozir bunday qilsam, uning yuzi qanday qarayman deb o'ylayapsiz deyman. Lekin sizlardek vakolatchilar bo'lsa, uning bugun kim xil tasga to'xtaydi. Lekin biz ozroq pul deb bo'ldik. Ha, bek ahkomoljima avlajin kaslar. Men hozir u shirkat ishlamayman. Shunisiga deb berishni men sirmayman. Sizlarga o'tkazib beradigan 480 ko'rlik mol bor-ku. Bizning tannarximizda cha bilamsiz? 10% ni o'zimiz olamiz. Qolganini vakolatcha qo'yib berdik degandi. Aran 10%, men sizga beraymi? 100%. Umuman bizning zavoddan chiqish bahsi 240 kun. Tova. Mendavasiz kame, unda emas-ku. Hamdug'o qadrini qanday odamligini bilgansiz. Shu men chidablanmay istifa berdim. Tova. Bu jon nima kut bordi? Qodirni anda odam deb o'ylamaydim, jumafkam. Hey, tova. Hamda bu ishni qadrini ko'rsangiz bo'lmaydi. Nima deyman bilan tijoratni o'ziga yo'li bildi emasmi? Ma'qul. Sizning tijoratingiz qanday tijorat?